Assalomu alaykum Shopir aka. Shu avtobusimizni yo'nalishi haqida aytib o'tsiz. Shu Moskvadan Buxoro, Samarqand, Qarshi, Surxondaryo shu yo'nalish bilan yurib, Tojikiston, Dushanbe, Buxtor degan joygacha boramiz. Avtobus lyuks, komport. Silinderning orqasida hammasida zaryadchiklari bor. Прямой avtobus, без пересадки. Shu orqaga yozilib bersangiz bo'ladi. Bizning O'zbekiston mashina shu yo'nalishda yurib takansa aparamiz biz пересадка. Bez dokumentlar yo'ldagi rasxodini qilsa, rasxodlarni bersa, o'yinga ham javob beramiz yo'lga. Bez problema olib o'tasiz, rasxodini to'lashsa. To'lashsa olib o'tamiz bez problema. Rahmat katta. Katta. Assalomu alaykum aziz musofirlar, sizlarning qulayliklaringiz uchun Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlaridan O'zbekiston va Tojikiston shaharlariga primoy пересадкasiz ishonchli va bexatar avtobus izlayotgan bo'lsangiz, unda +7 965 172 0909 +7 965 172 0808 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, WhatsApp orqali o'z o'rningizni band qilishingiz mumkin. Hujjatlaringizda har qanday muammosi bo'lsa ham, muammosiz olib ketishga kafolat beramiz. Biz ekran orqasida turib va'da bermaymiz, biz natijani amalda ko'rsatamiz. Safaringiz bexatar bo'lsin. Videoga like va kanalga obuna bo'lganingiz uchun oldindan rahmat. Safaringiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum, hojib tashlab yurgan yurtdoshlarim. Mana bu samolyot qimmat bo'lgan sababli bizlar avtobusga mana shu Moskvadan bilet so'rab olgandik. Mana avtobusga o'tkazildi, o'zi metrodan kutib oldi. Olib keldi, xudo xolasa jo'natyapti. Ishonarli ekan. Shu an qarab ish tutaveringizlar.